Xayrlı kun, hurmatli tarix suyuvchi do'stlarimiz. Muzey bo'ylab eksponatlar bilan tanishtiruvimizni davom etamiz. Bugun esa men sizga moy yozuv joylanmasi haqida so'ylab o'zarman. Dilashi rayoni avul xo'jaligi rayoni bo'larak ilik-ilikdan ekin ekkan, mol osragan, har xo'jalikda tirlik tarbiyalagan. Hem bugungi kunda da әлеге ish davom etadi der edim men. Ягъни xo'jaliklarda tirlik tarbiyalау, mugizli iritirlik osrau bizning әле rayonimizda davom etadi. Süt moy zavodi уңышлы гына эшләп килә bugungi kunda. Süt эшкәртә. Биредә җитештерелгән сыр moy rayonimizda һәм чит төбәкләрдә үз урынын алып тора. Ләкин бүген сүзем moy язу җайланмасы хакында. Тарихка күз салсак, әлеге җайланма ярдәмендә moy ясала. Әйтик, aşı təm kirgan sütni yoki qo'ymoqni joylanmaga solib, uni qo'l bilan aylantirib, harakatga keltirilgan. Ham endi albatta әлеге süt yoki qo'ymoq istinalarga bergalanib, ул endi qo'yra tushgan tüyürler borliqqa kelgan, ular endi ko'maklashib, uning havosi chiqqandan so'ng endi akringina moyga aylana borgan. Moy yozuv joylanmasi 6 гасырда tarixda kuzatilgan. Bu endi Şotlandiyada moy yozuv joylanmasının qopqashin topqandan so'ng bu endi tarixga yozilgan deb aytishga mumkin. Ammo endi Rossiyada moy yozuv joylanmasi bari tek 19 g'asırdagina yetishtiruv өлкәсендә qo'llana boshlaylar. Ham endi Sibir yaqlarında birinchilardan bo'lib qo'llanilgan deb aytilar. Mana endi tarixda ko'z solsak, naqta mana Sibir yaqlarında eng birinchilardan qo'llanilgan bo'lganina biz endi inana olamiz. Әлеге joylanmani xo'jalikda qo'llanır үшін endi g'oilalar birlashib de, birgalab de oladirgan bo'lganlar chunki endi ul har kishining de mumkinligidan kelmagan, balki yana ustalar yasagan, kimningdir endi sotib olirga mumkinligi bo'lmagan. Bugungi kunda endi siz bilasiz, biz endi separator kullanabız. Bu endi ishkari avullarda gina qola bora, chunki endi ko'pchilik xo'jaliklarda әлеге separatorlarda endi yo'g'olib bora deb aytishga kerak. Ularni da endi bikniq kullanmıyorlar. Hem elbette менә шушы безнең районыбыз музейының күргәзмәләрендә әлеге moy язу җайланмалары бар. Сез аны инде әлбәттә үзегез килеп, якыннанрак танышып күрә дә аласыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Инде сезне кабаттан экспонатлар белән танышырга дәшеп калабыз.